Hurmatli ustozlar, aziz talabalar, Alloh taolo barchamizga bu kechalarni muborak qilsin. Oxirgi Ramazoniy kechada turibmiz. Alloh taolo barchamizdan qabul qilsin. Vidolashuv kechasidamiz. Ramazon bilan xayrlashyapmiz. To'g'rirog'i Ramazonni yo'qotyapmiz, Ramazonni boy beryapmiz. Alloh taolo to'liq mukammal Ramazondan foydalangan bandalari qatoridan qilsin hammamizni. Ramazon bizdan ayrilarkan, Ramazon oyi biz bilan xayrlashib ketarkan nimalarni olib ketyapti degan savolni oldimizga qo'yishimiz kerak. Biz Ramazon Allohning huzuriga ketadi, tamom. Bu yilgi Ramazon o'zini chodirini go'yoki bir butun dunyoga bunday chodir solib kelgan bo'lsa, agar tashbih o'xshatishlik joiz bo'lsa, ta'bir joiz bo'lsa, shu chodirini yig'ishtirishni boshladi Ramazon. Bo'ldi. Oxirgi kecha, bunaqa kechalarni endi 7 uxlab tushimizga ham ko'ra olmaymiz. Bunaqa kechalarni endi hargiz topolmaymiz. Kelasi Ramazonda keladi, lekin u kelasi Ramazongacha kim bor, kim yo'q. Kelasi Ramazongacha qanday holatlar bo'ladi, Allohu a'lam. Shuning uchun oxirgi kechasini hech bo'lmaganda mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, innamal a'malu bil xavatim, amallar oxiriga qarab belgilanadi. Oxiriga qarab uning savobi Alloh taolo tomonidan beriladi deydilar. Oxiriga qarab e'tiborga olinadi. Oxirini xayrli o'tkazaylik. Hech bo'lmasa xayrlashuvni chiroyli qilaylik. Xayrlashuvni go'zal qilaylik. Alloh taoloning huzuriga borganda bu Ramazon, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, as-siyam val Qur'an yashfa'ani indalloh. Allohning huzurida shafaat qiladi ro'za dedilar. Ro'za shafaat qiladi, Qur'on shafaat qiladi dedilar. Hech bo'lmasa Allohning huzuriga borganda Rabbim mana shu bandangni menga shafaat qilishga izn bergin. Shu bandangni menga shafaat qilishlik imkoniyatini bergin. Shu bandangni azoblamagin deb shafaat qiladigan holatda bizdan Ramazon ayrilsin. Bu muborak oy biz haqimizda Allohning huzuriga, Rabbul Alamin huzuriga yomon narsalar bilan bormasin. Qanday ketyapti bu Ramazon? Bunga e'tibor berishimiz kerak. Shu paytgacha qila olmagan ishlarimiz bordir. Shu paytgacha taqsirotlarimiz, nuqsonimiz, qancha ishlarni dangasalik bilan uyquni ustun bilib, qandaydir bir o'zimizni nafsimizga ergashib, ba'zi bir narsalarni bajara olmagan bo'lishimiz mumkin, ibodatlarni. To'g'ri, kam qoldi, ko'p qolmadi, ozgina bir kecha ham 3-4 soatda o'tadi ketadi. Ozgina qoldi, lekin niyat xolis bo'lsa, Alloh taologa o'sha oz amal bilan ham inson muqarrab bo'lsa bo'ladi inshaalloh. Shu bilan ham muqarrab bo'la olamiz. Tarovih kechalari endi yo'q. Tarovih kechalari bizdan uzoqlashyapti. Tasbihlar kechalari uzoqlashyapti. Bizdan endi Ramazon kunlari bizdan ayrilyapti. Buni qadriga yetaylik. Bir kecha, bu kecha bor va erta kunduzi bor, tamom. Ertaga shomni azoni aytilishi bilan Ramazon to'liq mukammal bizni hayotimizdan chiqib ketgan bo'ladi. Xayrlashgan bo'ladi. Ramazonda taqvoga erisha oldikmi yoki taqvoning bir qismiga bo'lsa ham erishdikmi? Savolni qo'yaylik oldimizga. Mardlarcha qo'yaylik. Tilimni tiya oldimmi Ramazonda yoki gapirayotganda tilimdan, og'zimdan chiqayotgan narsani nazorat qilish malakasi, shunaqa iste'dodi menda paydo bo'ldimi, yo'qmi? Ana shu savolni qo'yaylik har birimiz. Yoki shu xayolga kelgan narsani og'iz, til qaytarmasdan hali ham chiqaryaptimi? Hech narsa foyda olmadik bo'lmasa. Agar shu holatda chiqib ketayotgan bo'lsa Ramazon. Birov bilan suhbatlashganda, bir birodarimizni ko'rganda, kulib qarayotganda chin dildan kulib qarayapmizmi? Chin dildan tabassum qilyapmizmi yoki shunchaki endi bunga tabassum qilmasam bunday bo'ladi deb shunchaki riyo uchun, sum'a uchun, uni ko'ngli uchun boshqa
Alloh uchun Allohning roziligi uchun tabassum qilib chiroyli muomala qilyapmizmi birodarimizga yoki shu eski holat, eski tosmi? Ramazon bizni shunga tarbiyalay oldimi? Agar tarbiyalay olmagan bo'lsa, biz Ramazondan yaxshi foydalana olmaganmiz. Biz bu shaytonlarning kishanlanganidan yaxshi foydalana olmaganmiz. Shaytonlar kishanlangan oy tamom tugayapti. Ertaga shaytonlarga yana ozodlik beriladi. Ertaga shaytonlar yana kishandan chiqadi. Yana qalbingizni agarda Ramazonda oz-moz bo'lsa ham qalbingizni bir ko'rib, qalbingizga e'tibor bergan bo'lsangiz, qalbingizda yumshoqlik, qalbingizdagi muloyimlikni, qalbingizdagi taqvoni oz-moz his qilgan bo'lsangiz Ramazonda, o'sha lazzatlarni Ramazondan keyin topa olmay qolasiz. Chunki shaytonlar xuddi bir oydan beri och yotgan vahshiy hayvonlarga o'xshagan endi yana insonlarga qarab, ayniqsa bizga hujumni boshlaydi. Vasvasa qilishni boshlaydi, adashtirishni boshlaydi. Agarda imkon bersak, qo'yib bersak ularga. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilyapmizmi? Ertalabki kechki zikrlarni qilyapmizmi? Ulardan saqlanishlik uchun. Ulardan o'zimizning atrofimizga bir qal'a hosil qilishlik uchun. Shunga e'tibor beraylik. Taqvoga erishdikmi? Sabr maqomiga erishdikmi? Erishyapmizmi? Oz-moz bo'lsa ham oldingidan ko'ra sabrliroq bo'ldikmi Ramazonda? Keyingi hayotimizda shuni ro'yobga chiqara olamizmi? Shuni hayotimizga tatbiq qila oladigan darajaga yetdikmi? Allohdan qo'rquvimiz ziyoda bo'ldimi? Bir ishni qilayotganda to'xta, Alloh taoloning roziligi bormi bu ishda, yo'qmi deb o'ylab ko'radigan darajaga yetdikmi, yo'qmi? Har bir ishda, gapirayotganda ham xohlagan kishingizni aldashingiz mumkin. Xohlagan kishingizni. U ham inson, qarshingizdagi odam ham inson, sizni qalbingizni bilmaydi. Xohlagan kishiga firib berishingiz mumkin. Xohlagan kishini oldida chiroyli ko'rinishingiz mumkin, taqvodor ko'rinishingiz mumkin, yaxshi inson ko'rinishingiz mumkin. Lekin siz haqiqatda shundaymi, yo'qmi, o'zingiz yaxshi bilasiz. O'zingizni haqiqiy ma'noda shunday bir taqvodor, shunday yaxshi inson, odamlar ko'rganda yaxshi deb o'ylaydigan darajadagi haqiqiy inson darajasiga yetdingizmi? Yaxshi inson odamlar ko'rganda yaxshi deydi, lekin o'zingiz bilan qolganda o'shani tasdiqlay olasizmi? Alloh taolo sizni o'zingizdan ham yaxshi biladi, bizni o'zimizdan ham yaxshi biladi. Alloh taolo bilib turibdi-ku kimligimizni. Oilamiz bilan, o'zimizni xonadonimizda, oilamiz, ahli oilamiz, farzandlarimiz bilan haqiqiy ma'noda taqvodormizmi? Ularga Alloh va Rasuli buyurganday muomala qilyapmizmi? Agarda ko'chada boshqacha, oilada boshqacha bo'lsa, ko'chada boshqacha, ishxonada boshqacha bo'ladigan bo'lsa, bu yolg'onchilik bu. Bu nifoqning alomati, munofiqlikning alomati. Ramazondan hech narsa olmasdan chiqyapsiz. Yolg'onchimiz hammamiz. Yolg'onchimiz. Bir-birimizni aldayverib, bir-birimizni ko'zimizga yaxshi ko'rinishga harakat qilaverib, Allohni ham alday olamiz deb o'ylab qolganmiz. Alloh panoh bersin. Alloh taoloni alday olmaymiz. Alloh taolo bu fursatlarni qayta beryapti bizga, o'zini o'nglasin bandam deb. O'nglayapmizmi? Agar shu ozgina bo'lsa ham mana shu xislatlarga erishgan bo'lsak, alhamdulillah. Allohning fazli, inoyati, Ramazondan oz bo'lsa ham foydalanib qolamiz. Qolgan mana shu bir necha soatlarni g'animat bilib, yanada Allohga muqarrab bo'lishga harakat qilaylik. Lekin hech narsa olmagan bo'lsak, yo'q, men o'zim oldin ham yaxshi edim, hozir ham yaxshiman deb o'ylaydigan bo'lsak, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. O'zimizga o'zimiz 4 ta takbir aytib janozamizni o'qib qo'yaverishimiz kerak. Hech narsa ololmasdan, hech qanday mahrumiyat bilan chiqyapmiz. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, kim Ramazondan mahrum bo'lsa, faqat hurimal khayra kullah, hamma narsadan mahrum bo'libdi deydilar. Barcha yaxshiliklardan mahrum bo'libdi. Barcha yaxshiliklardan hech narsaga erisha olmabdi. Alloh taolo gunohlarni kechiradigan oyni oxirida turibmiz. Oxirida. Yana aytamiz, innamal a'malu bil xawatim. Amallar oxiriga qarab e'tiborga olinadi. Oxirini chiroyli qilaylik, go'zal qilaylikki, Ramazon hech bo'lmaganda shu oxirini e'tibori bilan
bizning foydamizga guvohlik beradigan bo'lsin, qiyomatda bizga shafoatchi bo'lsin. Ramazon bizdan shikoyat qilib bormasin Alloh taolo huzuriga. Ramazon qanday shikoyat qiladi? Ramazon bir vaqt-ku, oy-ku deb o'ylamang. Ramazon bir oy zamon maxluq Alloh taolo yaratgan maxsus zamon mana shu Ramazon oyi. Alohida. Kecha degani kunduzning yo'qligi, kunduz degani kechaning yo'qligi emas. Kecha va kunduz alohida maxluqot, ular yaratilgan shunday. Ramazon oyi ham bir Alloh taolo yaratgan narsa bu, bor narsa, yo'qlik emas. Bizi ko'zimizga ko'rinmaydigan narsalar yo'qlik degani emas. Ramazon shafoat qiladi dedilarmi? Demak, Ramazon oyi bir shaklga kirib shafoat qiladi bizni erta qiyomatda. Alloh taologa shikoyat qilmasin. Ey Alloh, shaytonlaringni kishanlading. Insonga vasvasa qiladigan narsalarni hammasini kishanlading. Ularga rahmat nazaring bilan qarading. Ularni marhamat qilaman, mag'firat qilaman, gunohlarni kechiraman, do'zaxdan ozod qilaman deding. Shunga qaramasdan meni rioyamni qilmadi bular. Bu bandalar meni hech ham e'tiborga olmadi. Men kirishimdan oldin qanday yashagan bo'lsa, shunday davom etdi hayotini. Men kirishimdan oldin qanday bir yomon xislatlarga o'rgangan, odatlangan bo'lsa, shayton yo'q paytam shu xislatlarni davom ettirdi deb Alloh taologa shikoyat qilsa nima qilamiz? Men kirishimdan oldin telefonga mubtalo bo'lgan edi. Har xil narsalar ko'rishga mubtalo bo'lgan edi. Vaqtini behuda o'tkazishga mubtalo bo'lgan edi. Men kirganimdan keyin ham mana xuddi shunday o'tkazdi. Faqatgina yeb ichmadi xolos. Faqatgina roza tutdi. Ya'ni roza tutishligi ham qanday? Ovqat yemadi, suv ichmadi, bo'ldi ertalabdan kechgacha. Yana kechasi o'sha ishini davom ettiraverdi. Kunduzi ham og'zi yopiq bo'lgan taqdirda ham o'sha zikr qilmadi, telefoni bilan mashg'ul bo'ldi yoki behuda gaplarni gapirdi, g'iybat va tuhmat va fitna va fasod bilan davom ettirdi. Mana shunday bo'ldi deb ertaga shikoyat qiladi Ramazon agarda shunday o'tkazgan bo'lsak. Hech bo'lmasa natadarak, ya'ni oxirini foydalanib qolaylik oxirgi daqiqalaridan. Oxirgi daqiqalardan foydalanib mana shu shikoyatlar bilan bormasligi uchun Ramazondan to'g'ri g'animat bilib foydalanaylik. Fursatni g'animat bilaylik. Har lahzasi eng bir oltin davri qoldi, oltin lahzalari qoldi. Har bir soniyasi, har bir daqiqasi oltin. Qiymati juda baland daqiqalarda yashayapmiz. O'zimizni isloh qilishga mana shu daqiqalar ham kifoya qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir so'zlari bor. Alloh taolo agar bitta sajdani to'liq mukammal qabul qilsa deydilar, insonni gunohini kechiradi. Bitta sajdani to'liq mukammal qabul qilsa. Demak, har lahzadan foydalanib qolish kerak. Ehtimol bitta lahza bor, shunday bir soniya bor, shunday bir daqiqa bor, Alloh taolo gunohlarimizni kechirib yuboradi. Bu daqiqalar hali oldimizda ko'p inshaalloh. Ramazon tugaguncha. Allohning rahmati ko'plab nozil bo'ladigan oy bo'lganligi uchun aytayapmiz. Vaholanki Allohning rahmati boshqa oylarda ham insonga nozil bo'ladi, lekin bu oychalik emas, bu daqiqalarchalik emas. Himmatni oliy qilaylik. Bizni millat himmati oliy bo'lgan millat. Bizni ummat himmati oliy bo'lgan ummat. Bu ummatning qarshisiga tog' ham tura olmagan, bu ummatning qarshisiga qal'a ham tura olmagan, hech narsa tura olmagan. Bu ummat kuchini Allohdan, iymondan, e'tiqoddan olgan. Bu shunday millat bo'lgan bu millat. Butun dunyoga o'zini hukmini o'tkazgan millat bo'lgan. Nima bilan? Iymon bilan, e'tiqod bilan, Allohga bo'lgan bog'liqligi bilan. Himmati oliy bo'lgan. Charchamagan Alloh yo'lida yurishlikka. Bu millatdan chiqqan ulamolarni, tarixda chiqqan ulamolarni qarang. Uxlab yotsa agar bizga o'xshagan odamlar bo'lganda ular shu o'zini viloyatidan ham chiqa olmasdi. Bizchalik dangasa bo'lsa agar bizdaqa agar ilmga ham, e'tiqodga ham, ibodatga ham bizday muomala qiladigan bo'lsa o'zini viloyatidan chiqa olmaydi. Hatto mamlakatini qo'yavering, o'zini viloyatidan chiqa olmaydi odam. Ular butun dunyoga o'zini gapini aytgan insonlar bo'lgan. Nima bilan? Himmat bilan. Nima bilan? Alloh taologa bo'lgan e'tiqodi bilan, oxiratni dunyodan afzal bilishligi bilan.
Shuning uchun himmatlarimiz susaygan bo'lsa, himmatni ko'taradigan sabablarni qilishimiz kerak. Eng avvalo himmatni yuqori qiladigan narsa, Allohga insonni yaqin qiladigan narsalardan birinchisi ilm olishlik. Har qanday yoshga qaramasdan, har qanday sohaga bo'lishiga qaramasdan ilm olishlik kerak, ilm olishimiz kerak. Allohni tanishlik, Alloh taoloni bilishlik uchun inson ilm olishi kerak. Mutaxassislik boshqa. Islom ilmlarining mutaxassislari, e'tiqod ilmlari, aqida ilmlari bo'yicha mutaxassislarimiz, tafsir ilmlari, Qur'on ilmlari, hadis ilmlari va hokazo chuqur o'rganganlar mutaxassislar bo'ladi. Bular chuqur ketaveradi. Insoniyatga, boshqa, ya'ni musulmonlarga xizmat qiladigan odamlar. Lekin boshqalar ham Alloh haqida ilmi bo'lish kerak. Alloh taoloning roziligini topishlik haqida hamma harakat qilish kerak, hamma o'qish kerak, ilm olish kerak. Ilm bilan inson erishadi, himmati oliy bo'ladi. Ilmni to'xtatmaslik kerak inson. Har kun kitob o'qish kerak, har kun bir narsa o'rganishga harakat qilish kerak. Inson hammamiz albatta bitta ustoz bilan bog'liq bo'lishimiz kerak. Har birimizning ustozimiz bo'lishi kerak. To'g'ri yo'lda yurgan, iymoniga, taqvosiga, ilmiga ishongan odamdan maslahat so'rab turish kerak. Har bir soha vakili, har qanday inson. U muhandis bo'ladimi, doktor bo'ladimi, boshqami, albatta diniy sohadagi albatta bir ustozi bo'lishi kerak uni. Va bu ilmni davom etishligiga sabab bo'ladi bu. Himmati baland bo'lishligiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, himmatni ko'taradigan narsalarning ikkinchisi oxiratni dunyodan afzal bilishlik. Oxirat g'ami bilan yashashlik inson. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kimning man kanat hammuhu al-akhirah jama'a Allahu lahu shamlah va ja'ala ghinahu fi qalbihi va atathu ad-dunya raghimah. Kimning g'ami oxirat bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uning tarqoq narsalarini hammasini bitta joyga jamlaydi deydilar. Oxirat bitta maqsadga qarab yo'naladi inson. Oxirat g'amida bo'lsa. Unga qalbida boylik keladi deydilar. Qalbi boy bo'ladi, qanoatli bo'ladi. Har qanday Alloh taolo taqsimot qilgan narsaga qanoatli bo'ladi, rozi bo'ladi. Allohning qismatiga norozi bo'lib o'zini o'qqa, cho'qqa urib yurmaydi. Alloh taolo hadis qudsiyda aytadi: "Ya ibn Adam, law lam tarda bima qasamtuhu lak." Ey odam farzandi, agar men senga taqsimlab bergan narsaga rozi bo'lmasang deydi. La usallitanna alayka ad-dunya. Seni ustingga dunyoni hukmron qilib qo'yaman. Summa tarkudu fiha karakdil wahshiyyi fil bariyah. So'ngra xuddi yovvoyi hayvon cho'lda u yoqqa yugurib o'zini rizqini ketidan 4 tarafga chopib yugurib yurganday dunyoda yugurasan. Dunyoni ortidan yugurib o'zingni charchatasan. Summa la yanalu minka illa ma qasamtuhu lak. Oxirida yana o'zim taqsimlagan narsam yetadi senga. Hech narsa o'zgarmaydi. Hech narsa o'zgarmaydi. Men taqsimlagan narsaga rozi bo'lib, Allohning roziligi uchun harakat qilsang agar o'sha taqsimotni olasan, ham savob olasan. Taqsimotga rozi bo'lmasang, Alloh bergan narsaga rozi bo'lmasang, g'aming dunyo bo'lsa, oxirat bo'lmasa agar, dunyoda xuddi hayvonday 4 tarafga chopasan va oxirida yana o'sha taqsimotga belgilangan narsa bo'ladi. Inson himmati oliy bo'lish kerak musulmonni. Past narsaga yugurib, yelib, Allohning roziligini chetga surib qo'ymaslik kerak. Alloh taolo aytadi keyingi kelgan qavmlar haqida, bizdaqa insonlar haqida. Alloh panoh bersin. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'ush shahawat. Ulardan keyin payg'ambarlarni zikr qiladi, solihlarni zikr qilib, ulardan keyin bir qavm keldi deydi. Khalafa min ba'dihim khalfun. Ulardan keyin zurriyotlari keldi. Ular yaxshi insonlar edi o'tganlari. Bizni ota-bobolarimiz, bizni ajdodlarimiz edi go'yoki. Ular yaxshi odamlar edi, ular himmati oliy odamlar edi. Ulardan keyin kelganlar nima bo'ldi? Ado'us solah, namozni zoya qilishdi. Ulamolar aytishadiki, namozni zoya qilishdi degani namozni o'qimadi degani emas, namozni o'z vaqtidan kechiktirib o'qishdi. U zoya qilish. Namozni zoya qilish degani boshqa ibodatlarni zoya qilish degani.
O'shaning uchun Alloh taolo namozni zoya qildi, namozni tashlab qo'yishdi ular deb aytayapti-da. Namozni zoya qildi va o'zlarining xohishlariga, shahvatlariga, nafslariga ergashib ketdi ular. Mana shunaqa odamlar keldi ulardan keyin. Ularning jazosi nima bo'ladi? Alloh panoh bersin. Fasawfa yalqawna g'ayya. Jahannamdagi eng yomon joyga yo'liqishadi. Eng yomon joyga tashlanadilar ular deydi. Ba'zi ulamolar tafsirida aytishgan ekan, g'oy jahannamning eng issiq joyi, eng dahshatli, azobli joyi deb aytganlar. Bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Demak, g'amimiz oxirat g'ami bo'lishi kerak. Yana himmatni oliy qiladigan narsalardan biri kasratu zikril maut. O'limni ko'p eslashlik. Ertaga o'lish, ertaga qabrga kirish degan narsa bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, uzkuru hazimal lazzat. Lazzatni kesuvchi narsani, ya'ni o'limni eslanglar deydilar. Ertaga o'lib ketishimizni eslashimiz kerak. Biz yosh bola emasmiz. Yoki biz hali o'lmaymiz deb o'ylamasligimiz kerak. Hamma o'limning nisbati hammaga bir xil. Yosh katta bo'ldi, bu kishi endi mendan oldinroq o'ladi deb hech kimni aytib bo'lmaydi. Yosh katta ham, kichikka ham o'lim, ajal bir xil nisbatda. Kimdir 100 ga kiradi, kimdir 10 ga kiradi. Kimdir 20 ga, kimdir 30 ga kirib ko'rmayapmizmi o'lganlarni? O'lim u sog'lik, salomatlik, ofiyat, tinchlik, boshqa narsalarga qaramaydi o'lim. O'lim belgilangan vaqtga qaraydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, inson onasining qornida birinchi 40 kunlik nutfa bo'ladi, ikkinchi 40 kunlikda alaqa bo'ladi, uchinchi 40 kunlikda mudg'a bo'ladi, go'sht holatiga bo'ladi. O'sha 3-40 kunlikdan keyin bir farishta vakil qilinadi deydilar. Keladi, yo Alloh, nima qilay deydi. Nimani yozay buni bo'yniga, buni peshonasiga? Shaqiymi, saidmi, ya'ni baxtlimi, baxtsizmi bu odam? Yozadi. Umri qancha, buni ajali qancha, qachon o'ladi bu? Yozadi. O'shanda yozilgan. Hali tug'ilmasimizdan yozilgan bu narsa. Hech ham o'zgarmaydi. O'limni eslash kerak. O'limdan keyingi hayot bu yo'qlik emas musulmon uchun. O'limdan keyingi hayot haqiqiy hayot. Bu hayot biz uchun sinov hayoti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan deylar, Baro ibn Azib aytadilar-ki, o'tirgan edik, suhbat qilib, uzoqdan bir jamoani ko'rdilar. Keyin aytdilar-ki, ular nima qilyapti dedilar. To'planib turibdi odamlar. Shunda bir birodarlari vafot qilgan ekan, qabr qozib ko'mishyapti. Payg'ambarimiz alayhissalom bu gapni eshitib tezda oramizdan turdilar va o'sha yoqqa bordilar dedilar. Biz ergashdik Rasulullohga. Baro ibn Azib aytadilar, men qani nima bo'lar ekan, nima qilar ekanlar deb ergashib bordim. O'sha qabrni boshiga borib o'tirdilar, yig'ladilar dedilar Payg'ambar alayhissalom. Yig'layverdilar, hatto ko'z yoshlaridan mana bu pastdagi oldilaridagi tuproq ho'l bo'ldi deydi. Shunchalik ko'p yig'ladilar. Keyin aytdilar-ki, bizga qarab, ay ikhwani limisli hazal yawmi fa'iddu. Ey birodarlar, ana shu kun uchun tayyorgarlik ko'ringlar dedilar. Bu kun sizni ham boshingizga bor, bizni ham boshimizga bor dedilar. Mana shu kun, ya'ni bir kun kelib odamlar qabrga qo'yadigan kun bor. U uchun tayyorgarlik ko'ringlar. Qabrga qo'yilishni o'ylagan odam bu dunyoda haq bilan yashaydi. Har qanday narsa qarshisiga chiqishiga qaramasdan haq bilan yashaydi. Haq yo'lda yashaydi, to'g'ri yashaydi, odamlarga manfaati tegib yashaydi, jamiyatni manfaatini o'zini manfaatidan ustun qo'yib yashaydi. Poraxo'rlik qilmaydi, birovga firibgarlik qilmaydi, birovni haqqini yemaydi. Qo'rqadi Allohdan, ertaga qabrga kirishini o'ylaydi. Umar ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhu aytadilar: "Man aksara zikral mauti radiya minad dunya bil yasir." Kim ko'p eslasa o'limni, dunyoni ozginasiga ham rozi bo'laveradi. Qanoatli bo'ladi. Ko'p narsa talab qilmaydi. U narsani qilishim kerak, bu narsani qilishim kerak deb insonni hech qachon orzu umidi tugamaydi-da. Tugamaydi. Mana 100 ga kirib endi kasal bo'lib yoki 100 ga kirgan odamlardan so'rang, tamommi, hamma narsa bo'ldimi dunyoda? Yashadingiz, mana 100 yildan beri yashayapsiz, bir asr yashadingiz, hamma narsaga erishdingizmi desa, "Yo, hali ko'p narsa bor" deydi. Maqsad katta deydi hali oldinda. Katta maqsadlarim bor deydi. Nima qoldi endi maqsad? Lekin hali nima yo'q-da, u yoqqa ketish niyat yo'q. Uni
undan keyin farzandlari ham qolmagan o'zi. Atrofdagilar tanimaydi ham u odam kimligini. Lekin maqsad katta, orzu, umid katta dunyodan. Yani shunday inson hech qachon dunyodan umidi uzilmaydi. Lekin Alloh uchun yashagan, Alloh taoloni tanigan odam, o'limni eslagan odam ozginasiga rozi bo'ladi. Alloh taoloni roziligi uchun. Keyin duo qilish kerak ko'proq. Alloh taolodan so'rash kerak himmatni baland qilishlik uchun. Duo insonning, musulmonning eng kuchli qurollaridan. Zehnni bir joyga to'plashga harakat qilish kerak. Oliy himmat bo'lishlik uchun odam. Zehnni bir joyga to'plashlik. Har qanday narsani ko'raversa, eng yomon narsa mana shu. Telefon. Eng yomon narsa, eng yomon insonni zehnini chalg'itadigan va zehnini parchalab tashlaydigan narsa. To'g'ri fikrlay olmaydigan qilib qo'yadigan, chuqur fikrlay olmaydigan qilib qo'yadigan narsa mana shu. Chunki bir daqiqani o'zida telefonda yuzlab narsa, 100 xil narsa ko'rasiz. 100 turli narsa ko'rishingiz mumkin bir daqiqani o'zida. Hammasiga zehn o'ylayverib, kalta o'ylaydigan bo'lib qoladi, kaltabin bo'lib qoladi. Shuning uchun foydali narsalarni o'ylash kerak, foydali narsalarga sarflash kerak. Hasanul Basri aytadilarki, nafsaka illam tashghalha bil haqqi shag'alatka bil batil. Nafsuk, ya'ni nafsing agarda uni haq bilan mashg'ul qilmasang nafsingni, u seni botil narsa bilan mashg'ul qilib qo'yadi deydilar. Inson, demak, hammamiz ham azizlar oliy himmat bo'lishimiz kerak. Bu oyda oliy himmat bo'lib chiqishimiz kerak. Ibodatga qattiq turishimiz kerak. Ustozlarning nasihatidan doim foydalanib turish kerak. Yaxshi insonlarning nasihatini olishga harakat qilish kerak. Payg'ambar alayhissalom ad-dinun nasiha dedilar. Bu din nasihatdir, samimiyatdir dedilar. O'zingizdan ilmda, taqvoda, yoshda kattaroq bo'lgan, ustunroq bo'lgan odamdan albatta nasihat olib, uni qabul qilishga o'rganishimiz kerak. Nasihat qiluvchi birodarlar bilan yurishimiz kerak. Alloh taolo aytadiki, ya ayyuhallazina amanutaqulloha va kunu ma'as sodiqin. Ey iymon keltirganlar, Allohdan taqvo qilinglar, sodiqlar bilan, iymoniga sadoqatli bo'lgan insonlar bilan birga yuringlar, birga bo'linglar deydi. Va ularning nasihatini qabul qilishimiz kerak. O'zim bilaman deb tashlab ketmasdan. Har kim o'zini fikrini aytdi, men ham o'z fikrimda qoldim deydi ba'zilar. Yo'q, unaqa emas. Modomiki ishondingizmi birovga, uning nasihatini qabul qiling. Sizdan ko'ra yaxshiroq, uzoqroqni ko'rib bilishi mumkin u odam. Vallohu alam, azizlar, mana Ramazonning oxirida Ramazondan foydalanib chiqishlik uchun bu so'zlarni aytayapmiz. Ramazondan to'g'ri foydalanaylik. Ozgina qoldi, boya bir necha marta takrorladik. Shu qolgan fursatni g'animat bilib, Alloh taologa muqarrab bo'la olamiz shu fursatda ham. Agar bu yoqdan foydalanmagan bo'lsak, muqarrab bo'la olamiz. Hech kim o'zini kafolat bera olmaydi. Men to'g'ri mana shu paytgacha ham tamom Allohning yaqin bandasi bo'ldim. Alloh taolo meni gunohlarimni kechirdi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Imkon qadar imkonimiz bor, foydalanaylik. Imkonimiz bor. Xuddi bir suvga tashna odam, juda chanqog'i baland. 2 kundan beri tasavvur qiling, suv ichmagan, choy ichmagan, suyuqlik ichmagan odam bir 100 metr qolgan suvga yetishiga nima qiladi? Bo'ldi, charchadim demaydi-da, emaklab bo'lsa ham boradi, tirnashib bo'lsa ham boradi. Yura olmasa agar dumalab bo'lsa ham borishga harakat qiladi. Nima uchun? Chunki yashab qolish kerak, o'sha suvga yetishim kerak deydi. Bilib turibdi suvni borligini. Allohning roziligi yaqin. Alloh taoloning roziligi yaqin. Alloh taologa muqarrab bo'lish yo'li yaqin inshaalloh. Alloh taolo gunohlarimizni kechirishi ehtimoli katta. Ayniqsa mana shu oyning oxirida to'g'ri harakat qilsak, agar to'g'ri so'ray olsak, duo qilsak, o'zimizni xokisor bilsak, Ramazondan foydalanib qolaylik. Inshaalloh Alloh taoloning rahmati yaqin hammamizga. Inna rahmatallohi qaribun minal muhsinin dedi Alloh taolo. Allohning rahmati muhsin bandalariga, yaxshilik qiluvchi, Alloh taologa yaqin bo'lgan bandalarga Allohning rahmati ham yaqin deydi. Allohning rahmatidan foydalanaylik, Allohning rahmatiga erishishga harakat qilaylik. Alloh taolo barchamizni o'zining rahmatiga, mag'firatiga sazovor qilsin, muyassar qilsin. Barchamizni, bo'ynimizni, barchamizni do'zaxdan ozod qilsin. Ota-onalarimizni, ajdod va jaddodlarimizni barchalarini do'zaxdan ozod qilsin. Alloh taolo muqarrab bandalardan bo'lishni hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.